namoz o'qib nima qilasan, jannatga kirasan, modomiki mu'minsan deydi. Yo'q. Jon hulqumga kelgunga qadar Allohning azobidan qo'rqamiz, Allohning rahmatidan umidvormiz. Alloh azza va jallaning jannatidan unga umidvorman. Lekin Allohning do'zaxidan ham qo'rqaman deyaptilar. Alloh azza va jalla aytibdi: hech qachon Allohning rahmatidan noumid bo'lma. Innalloha yaghfiru zunuba jami'a. Alloh azza va jalla albatta barcha gunohlarni mag'firat qiladi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu Hims degan joy, Hims hozirgi Shomdagi mashhur shahar Hims deyiladi. Ana shu Hims degan joyga Muaz ibn Jabal mehmon bo'lib tushdilar. Oldilariga bir yosh yigit kirdida, shunda aytdi: "Hazrat, bir kishi siylay rahimni uzmaydi. Siylay rahim ya'ni qavm qarindoshchilik o'rtasini, rishtasini doimo bog'lab yuradi. Bordi keldisi yaxshi. Shu bilan birgalikda odamlarga ko'p yaxshilik qiladi. Yolg'on gapirmaydi, doimo to'g'ri so'z. Amonatga hech qachon xiyonat qilmaydi. Hech qachon harom yemaydi. Harom yo'llarga bormaydi. Qodir qilgancha yaxshi amallarda bardavom bo'ladi-yu, lekin Alloh va uning rasuli haqida shak shubhada bo'ladi." Nima deysiz shunga? Shuncha yaxshiliklar sohibi-yu, lekin Allohga ishonishligi 50 ga 50. Uning rasuliga ishonishligi 50 ga 50. Ya'ni go'yoki shu Xudo bormikan, yo'qmikan degan gumonda bor. Rasulullohning haq ekanligiga shak shubhasi bor. Ana shunga nima deysiz? Shunaqa odam, shuncha sifati bor. Lekin bitta iymonda nima bor? Shak shubha bor. Shuning masalasi qanaqa bo'ladi? Unaqa odamlarning qilayotgan amallari qabulmi, yo'qmi degan ma'nodagi gapni so'rayaptilar Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan. Muaz ibn Jabal aytdilar: "Innaha tuhbatu ma kana ma'aha min al-a'mal." Ana shu Alloh va uning rasuliga bo'lgan ozgina shak shubhasi qilib o'tgan qanchadan qancha yaxshiliklarni hammasini habata qiladi dedilar. Tuhbat. Habata nima degani habata? Alloh taolo Qur'oni Karimda aytibdiki: "Va man yakfur bil imani faqad habita amaluhu." Kim agar iymoniga kufr keltirsa, uning amallari habata bo'ladi. Habata degani lug'aviy ma'nosi arablarda yangi yunusqa chiqsa, o't bor, yunusqa degan o't. O'sha yunusqani yangi chiqqanini birinchi darov deydi. Birinchi darovni agar mol yesa, ko'p yesa hazm qila olmay, bo'kirib, shishib, yorilib o'ladi. Ana shunaqalarga habata ketdi deyshadi. Go'yoki butun umri davomida qilingan barcha yaxshiliklarni yeb, bo'kirib, yorilib o'lgan hayvonga o'xshatyaptilar. Ya'ni shu qilgan hamma ishlari tamom bo'ladi degani. Bitta qalbidagi shak shubha. Endi buni qarang, bu yigit ikkinchi savolni beryapti Hazrati Muaz ibn Jabalga. Hazrat, aytingchi, bir odam doimo gunohi kabira ustida, rokibal maasi. Rokiba degani aslida bir markabni ustiga o'tirsa rokib deyiladi. Rokibal maasi, ya'ni gunohlarning ustiga xuddiki otning ustiga minganday minib olgan. Doimo qadami gunoh degani u. Doimo gunohda yuradi. Doimo qon to'kib yuradi. Ya'ni balki qaroqchilik qilar, balki boshqa qilar, nima bo'lsa ham qon to'kib yuradi. Doimo zinokor, zino qilib yuradi. Odamlarning mollarini yeydi. Lekin bitta qilig'i borki, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb ixlos ila aytadi. Buning masalasi nima bo'ladi deganda Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytdilarki: Arju va akhafu alayhi. Buni qarang. Arju va akhafu alayhi. Alloh azza va jallaning jannatidan unga umidvorman.
lekin Allohning do'zaxidan ham qo'rqaman deyaptilar. Buni qarang. Ham xavfni ham rajoni keltiryaptilar. Ahli sunna val jamoa aqidasi qanday bo'lishi kerak? Bu mana bu salafi solihlarning sof aqidasi. Mu'min kishi doimo baynal xavfi va rajo bo'ladi. Doimo biz Allohning azobidan qo'rqamiz, Allohning rahmatidan umidvormiz. Mana shu o'rtada yuradi inson. Hech qachon Allohning azobidan noumid bo'lgan bu shayton. La taqnatu min rahmatillah. Alloh azza va jalla aytibdi. Hech qachon Allohning rahmatidan noumid bo'lma. Innalloha yaghfiruz zunuba jami'a. Alloh azza va jalla albatta barcha gunohlarni mag'firat qiladi. Mag'firat nima degani? Mag'firat bir qog'ozni olib, kitobni o'rtasiga qo'yib, kitobni yopgan narsaga aytiladi. Ya'ni gunohingizni sizni daftaringizni o'chirib yopib qo'yadi degani. Go'yoki hech narsa yo'qday. Alloh barcha gunohlarni mag'firat qiladi deyapti. Lekin va akhafu alay deyaptilar. Ya'ni bu degani, ha bo'ldi Alloh meni kechiradi, hamma ishni qilaversam yuraveraman degan ma'no bo'lsa, unda murji'a degan toifa sirasiga kirib qoladi. Allohni majburiy umidlantirish, xom xayollik. Namoz o'qib nima qilasan, jannatga kirasan, modomiki mu'minsan deydi. Yo'q. Jon hulqumga kelgunga qadar Allohning azobidan qo'rqamiz, Allohning rahmatidan umidvormiz. Mana shu baynal xaxo arju va akhafu alay deyaptilar. Hech qachon aytmayaptilarki, bo'ldi bu do'zaxiy bo'ladi demayaptilar. Allohning umididan, Allohning rahmatidan umid qilaman, jannatga kirar, iymoni bor ekan-ku. Lekin Allohning azobiga duchor bo'lishi mumkin, shundan qo'rqaman deyaptilar. Buni qarang, lekin kecha iymon haqida gapirdik. Mana bu hadis ham iymonga taalluqli bo'lgan bir necha darslar holi faqat iymon haqida bo'ladi. Chunki insonning iymoni komil bo'lsa, uning aqidasi sof bo'lsa, undan keyingi amallar hammasi o'shanga qarab bo'ladi. Agar sizning iymoningiz komil bo'lmasa, Xudoga yarim ishonsangiz, yarim ishonmasangiz, Rasulullohni yarim ishonsangiz, yarim ishonmasangiz, unda iymoningiz komil bo'lmaydi. Ana shunda farzand nima dedi? Qala al-fata, boyagi yigit. Wallahi in kanat hiya allati ahbatat ma ma'aha min amal ma tadurru hadhihi ma amila ma'aha thumma sarf. U yigitcha nima dedi? Hazrat dedi, Allohga qasamki, modomiki agar u qilgan amallar mana bu keltirgan kufr yoki ozgina shak taraddud uni habata qiladigan bo'lsa, iymoni bo'lsa, demak u amallar, ya'ni go'yoki zino, fahsh ishlar boshqalar unga zarar qilmas ekan-da dedi, chiqib ketdi. Shunda Muoz ibn Jabal aytdilarki, Rasulullohning sunnatlarini biluvchiroq ichida yigitdan bu yigitni ko'rmaganman. Ya'ni sunnat ichida eng faqihroq bo'lgan bunga o'xshagan yigitni uchratmaganman deyaptilar Muoz ibn Jabal. Ya'ni bu degani iymoni bor ekanmi? Demak u Alloh taolo uni o'zini rahmati ila mag'firat qilishi mumkin, jazolashi ham mumkin gunohiga yarasha. Lekin modomiki qalbida uni zarra iymon bor ekan, aksincha bu Alloh va uning rasuliga ixlos qilgan holatda shahodat kalimasini keltirar ekan. Unda jannatga, azobga duchor bo'lgandan keyin kirishi ham mumkin. Alloh mag'firat qilib to'g'ridan to'g'ri jannatga kiritirishi ham mumkin. Bu Allohning hukmiga havola qilinar ekan. Keyingi hadisda قال حماد عن أبي حنيفة عن أبي مالك الأشجعي عن ربع بن حراش عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ولا يبقى إلا شيخ كبير أو عجوز فانية يقولون قد كان قوم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يقولون لا إله إلا الله. قال فقال صلة بن زيد
فما يغني عنهم يا عبد الله لا إله إلا الله وهم لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون ولا يتصدقون قال ينجون بها من النار. Huzayfa ibn Yaman. Huzayfa ibn Yaman ismlari Husayl radhiyallohu anhudir. Bu zoti bobarakot Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirdoshlari edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun sirlarni, aytilmaydigan sirlarni u zotga aytardilar. Shuning uchun Huzayfa ibn Yaman aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan men 2 ko'za ilm oldim. Buning bir ko'zasini sizlarga aytib beraman, bir ko'zasini olib qabrga ketaman dedilar. Agar buni men odamlarga aytsam, mana bu nimdan judo bo'laman dedilar. Bu nimadir ey Huzayfa deganda, bu oxir zamondagi bo'ladigan fitna fasodlar va barcha munofiqlarning nomlari va qiyomatgacha bo'ladigan zolimlarning nomlari bor dedilar. Men uni ayta olmayman dedilar. Huzayfa ibn Yamanga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha munofiqlarning ismlarini aytardilar. Shuning uchun har zaman Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu kelib aytardilarki, ey Huzayfa, mabodo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni zikr qilmadilarmi? O'zlariga yana shak qilyaptilarki, mabodo men shuncha ixlosliman, lekin mabodo Umar ham bor demadilarmi? deb so'rar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin qaysi janozaga kelsalar, Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu ni qidirardilar. Agar Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu o'sha janozada bo'lsalar, janozaga qatnashardilar. Agar Huzayfa ibn Yaman atrofda ko'rinmasalar, chiqib qochardilar. Bu demak bu munofiq ekan deb. Ana shunaqa zoti va barakat edilar. U zot aytibdilar: Islom xuddiki kiyimdagi naqsh nigorlar ketgandek islom ketib qoladi. Hatto faqat qari cholga aylanib qoladi yoki foni, ajuz, ojiz odamga aylanib qolib faqat aytadiki, oldingilar la ilaha illalloh deb yurardi, lekin o'zi la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh demaydi. Ya'ni ularning aytgan gaplarini faqat takrorlaydi xolos. Deganda Silat ibn Zayd aytdilar. Silat ibn Zayd tobiinlardan aytibdilar. Ya Abdulloh, Abdullohdan murod Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu ga aytibdilar, buyuk sahobiyga. Hazrat, ularni bu naql qilishlaridan foydasi ne? Falonchilar la ilaha illalloh deb yursa-yu, faqat bular o'sha narsani naql qilsa, na ular roza tutsa, na namoz o'qisa, na haj qilsa, na zakot bersa, hech qanaqa amallar yo'q. Faqat ular oldingilarning gaplarini aytib yursa, nahot shu narsa najot beradimi deganda Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu aytdilarki, aynan ana shu la ilaha illalloh degan kalima uni do'zaxdan najot beradi dedilar. Ya'ni modomiki uni qalbida la ilaha illalloh bor ekan, u do'zaxda abadul abad qolmaydi degani. Allohning rahmati ila do'zaxdan chiqadi degan. Bu degani xohlagan ishingni qil degani emas. Bu degani do'zaxda abadul abad qolmaydi, do'zaxga kirmaydi degani emas. Ana shuning uchun aqidamiz mana shunday bo'lishi kerak. Alloh taolo barchamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyi dunya va azabil akhirati bi rahmatika ya rabb. Assalomu alaykum va rahmatulloh.